ming sonli soliq tizimi xodimlari nomidan Vatan himoyachilari bayrami bilan barchani muborakbod etamiz. Chunki vatanni himoya qilish iymon, e'tiqod, vijdon, fidoyilik bilan ado etiladigan muqaddas burchdir. Bugun barchamiz vatan himoyachimiz. O'zimizning qalbimizdagi mas'uliyatimiz, so'zimizdagi matonatimiz, niyatimizdagi sodiqlik bilan O'zbekiston atalmish jannat makon yurtni himoya qilmoqdamiz. Ana shu ulug' yo'lda barchaga hurmat va minnatdorchiligimizni yana bir bor izhor etamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin azizlar. Yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan barcha hamkasblarimizni, shu jumladan barcha bayram sababchilarini tabriklaymiz. Barchalariga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Yurtimiz tinchligi, vatanimiz farovonligi yo'lida xizmat qilayotgan barcha vatan himoyachilariga bayram muborak bo'lsin.